Assalomu alaykum azizlar. Bugungi darsimizga xush kelibsiz. Va nihoyat biz chiziqli algebra bo'limimizning oxirgi moduliga keldik. Bu modulimizda biz ilg'or matritsa tushunchalari haqida gap olib boramiz. Bu modulda biz determinant tushunchasi va ularning xossalarini o'rganamiz. Undan keyin eigen tushunchaga o'tamiz. Matritsa normalarini hisoblashni o'rganib, darsimizni matritsani yoyish usullari bilan tugatamiz. Keling biz birinchi determinantdan boshlaymiz. Determinantni menimcha maktabda o'rgangan bo'lishlaring mumkin. Determinant bu nima? Bu shunchaki kvadrat matritsa bilan bog'langan qandaydir bir qiymat. U quyidagicha belgilar bilan ifodalanadi, ya'ni biz det deb turib matritsani qavsga olib yozishimiz mumkin yoki mana bu ikkita vertikal chiziqlar bilan qavsda matritsani oraga olib determinantni ifodalashimiz mumkin. Determinant bizga matritsa haqida qandaydir bir foydali ma'lumotlar berishi mumkin. Masalan, determinant matritsaning teskarisi borligi yoki yo'qligi haqida muhim ma'lumot berishi mumkin. Keling biz ikki tartibli kvadrat matritsani determinantini topishni matritsaning determinantini topishni o'rganamiz. Bu juda oson. Quyidagi formuladan foydalanishimiz mumkin. Ya'ni mana bu diagonal bo'yicha a ko'payganda, keyin mana bu diagonal bo'yicha b ko'paygansa, elementlarini bir-biriga ko'paytirib turib, biz ularni ayirishimiz mumkin. Agar misolda ko'radigan bo'lsak, bizga mana bu matritsamiz berilgan. Uning determinanti 3 ko'paygan minus 4 minus 7 ko'paygan 1 minus 19. Juda oddiy. Lekin 3 tartibli kvadratga keladigan bo'lsak, uni determinantini topish sal murakkablashib ketadi, chunki ko'rib turibsiz, mana shuncha uzun ifoda bor. Buni albatta yodlashlaring shart emas. Shunchaki tasavvur qilishlaringni so'ragan bo'lardim. Endi determinantni hisoblashga keladigan bo'lsak, biz ikki tartibli yoki ikki o'lchamli matritsa uchun mana bu formuladan foydalanishni o'rgandik. 3 tartibli uchun biz mana bu determinantni hisoblash uchun mana bu formuladan foydalanishni ko'rib chiqdik. Endi agar tasavvur qiling, 3 dan yuqori tartibli bir matritsamiz bo'lsa, ya'ni o'lchamlari 3 dan katta bo'lsa, 4 ga 4, 5 ga 5 yoki 10 ga 10 yoki millionga million bo'lgan matritsalar bo'lsa, ularni hisoblash uchun mana bu usullardan foydalanish mumkin. Bularni biz bu darsda ko'rmaymiz, shunchaki bilib qo'ygani yaxshi. Kofaktorlar yordamida hisoblashimiz mumkin yoki tayanch yoki ingliz tilida pivot deyiladi, tayanch formulasiga asoslangan holda determinantlarni hisoblashimiz mumkin. Bu murakkab formulalardan iborat bir usullar. Lekin baxtimizga NumPy bor ekan. NumPy bunday formulalarni eslab qolishni bizga eslab qolishni zaruriyatini tug'dirmaydi. Masalan, mana bu matritsamizni NumPyda determinantini hisoblashimiz uchun shunchaki np.linalc.det deb mana bu funksiyadan foydalanishimiz mumkin. Juda oson. Mana bu matritsamizni hisoblash uchun determinantini biz mana bundan foydalanamiz va hokazo. Endi determinantning xossalariga to'xtalaylik. Birinchi o'rinda biz birlik matritsamizning determinanti bu 1 ga teng. Keyingi xossalari, xususiyati, agar matritsamizning determinanti 0 ga teng bo'lsa, bu nima degani? Biz matritsamizni teskarisini hisoblay olmaymiz, ya'ni uni teskarisi mavjud emas. Va yana mana bu bir nechta ko'rib turibsiz foydali xossalari bor. Lekin bu yerda bitta xossaga e'tiborlaringni qaratishni so'ragan bo'lardim. Deylik, bizda yuqoridan yoki quyidan uchburchak matritsamiz bor. Agar uni determinantini hisoblamoqchi bo'lsak, uni hajmi bizga qizig'i yo'q. Biz haligi oldingi hozir ko'rgan qiyin formulalardan foydalanishimiz shart emas. Shunchaki biz agar uchburchak matritsa bo'lsa, ularni diagonallarida joylashgan elementlarni bir-biriga ko'paytirib qo'ysak bo'ldi. Bu mana shu uchburchak matritsaning bitta xususiyati. Endi determinantning geometrik ma'nosiga to'xtaladigan bo'lsak, bizda ikkita vektor berilgan. 2 deydi. AC mana bu vektor,
AC elementlardan tashkil topgan va BD mana bu vektor BD elementlardan tashkil topgan vektor va ular mana bu matrisaga ustunlar hisoblanadi. Endi mana bu matrisamizning determinantini topish degani bu o'sha geometrik talqinda mana bu ushbu ikkita vektordan tashkil topgan parallelogramning yuzasini maydonini topish degani. Xuddi shu tarzda deylik, bizda matrisamiz 3 ta vektordan iborat: R1, R2, R3 va mana shu 3 ta vektor mana bu matrisamizni ustunlarini tashkil qiladi. Bu matrisamizni vektor determinantini topish degani bu 3D fazoda mana bu matrisani mana bu parallelepipedning hajmini topish degani. Bu o'sha geometrik ma'nosi determinantning. Endi biz eigen tushunchaga to'xtalamiz. Hozir biz eigen qiymatlar va eigen vektorlar haqida gap olib boramiz. Undan keyin ularni topishni o'rganib, hosillarini ko'rib chiqamiz. Eslatib o'taman, bu tushunchani yaxshilab o'rganib olishlaringni maslahat bergan bo'lardim, chunki bu machine learningda yoki deep learningda ishlatiladigan ma'lumotlarni masalan kompress qilish uchun kompress qilish uchun kerak bo'ladigan bir tushuncha, texnikalar mana shunga yondashgan va bunga e'tibor berishlarini so'ragan bo'lardim. Lekin ularga kirishdan oldin deylik, mana bu tasvirga e'tibor bering. Bizda Mona Lisani tasviri bor. Ushbu tasvirga biz qanaqadir transformatsiya qo'llayapmiz, ya'ni uni siljityapmiz deylik. Oddiy siljitish, ya'ni x o'qi bo'yicha siljityapmiz va tasvirimiz mana bu ko'rinishga ega bo'lyapti. Lekin e'tibor bersangiz, agar bizda o'sha fazoda mana bu vektorimiz turgan bo'lsa, ikkita vektorimiz turgan bo'lsa, ulardan biri qizil vektorimiz o'z yo'nalishini o'zgartiryapti. Mana bu vektorimiz esa, ya'ni ko'k vektorimiz esa yo'nalishini o'zgartirmayapti. Ikkinchi misolga e'tibor bering. Bu yerda yana 2D fazoyimizda bizda vektorlar to'plami bor. Deylik, mana bu nuqtalarni, har bir qora nuqtalarni mana shu biror vektorlar deb tasavvur qilaylik va bunga bir transformatsiya biz ularning ustida bir transformatsiya bajaryapmiz. Deylik, bu transformatsiya yana o'sha siljitish. E'tibor bersangiz, har bitta mana bu nuqtalar o'z yo'nalishini o'zgartiryapti, ya'ni ular boshqa joyga burilib ketyapti. Lekin shunday nuqtalar borki, mana bu nuqtaga e'tibor bersangiz, ular faqat mana shu qizil chiziqlar bo'yicha harakatlanyapti. Ya'ni ular o'z yo'nalishini o'zgartirmayapti, balki mana shu ikkita qizil chiziq bo'yicha harakatlanyapti. Bunday mana shu nuqtalar, ya'ni vektorlar eigen vektorlar deb ataladi, ya'ni ular o'zini yo'nalishini o'zgartirmayapti transformatsiya ostida. Buni endi mana bu misolda ko'rsak, bizda mana bu vektor berilgan, x deb nomlangan vektorimiz va uni ustida transformatsiya qo'llayapmiz, ya'ni matrisamiz o'sha transformatsiyani ifodalayapti. A ko'paygan x degani bu mana shu transformatsiyamizni qo'llayapmiz, u teng lambda ko'paygan x. Bu degani, ya'ni mana bu vektorimiz ustida qanaqadir mana shu transformatsiyamizni ustida bajarmaylik, u o'zini yo'nalishini o'zgartirmayapti, balki shunchaki uzunligini o'zgartiryapti xolos. Ya'ni u qisqaryapti yoki uzunlashyapti, lekin boshqa joyga masalan og'ib ketmayapti. Matematik tarzda agar bizda o'sha n o'lchamli kvadrat matritsa berilgan bo'lsa va bizda 0 ga teng bo'lmagan, 0 bo'lmagan vektorimiz bo'lsa, mavjud bo'lsa, a ko'paygan v teng lambda ko'paygan v vektorimiz, bu yerda ifodamiz, bu yerda eigen vektor va eigen qiymatlarni anglatadi. Ya'ni mana bu vektorimizni ustida transformatsiyani bajarsak, u o'zini uzunligini o'zgartiryapti xolos. Bu yerda v vektorimiz yo'nalishini o'zgartirmayapti, mana bu transformatsiyamiz ostida va lambdamiz masshtab koeffitsiyenti, ya'ni bu vektorni cho'zyapti yoki kichraytiryapti. Shunda mana shu ifodamizda v vektorimiz eigen vektor hisoblanadi va lambda vektorimiz eigen qiymat hisoblanadi. Ya'ni eigen vektorimiz bu shunchaki transformatsiya ostida yo'nalishini o'zgartirmaydigan vektor.
Juda oddiy. Endi keling ularni topish, hisoblashni o'rganamiz. Yana o'sha ifodamizga qaytamiz. Buni biz bunday ko'rinishda yozishimiz mumkin. Ya'ni bir tarafga hammasini olib o'tsak ifodalarimizda va v vektorimizni qavsdan tashqariga chiqarsak, biz mana bu ifodaga ega bo'lamiz. Bu yerda v vektorimiz 0 ga teng bo'lmagan yechimga ega bo'lishi uchun faqat va faqat bizda mana bu shartimiz bajarilishi kerak. Ya'ni mana bu matritsamizning determinanti 0 ga teng bo'lishi kerak. Keling buni misolda ko'ramiz. Bizda mana bu transformatsiya, ya'ni mana bu matritsa berilgan. Endi mana shu transformatsiya ostidagi bir eigen vektorni topish uchun biz mana shu matritsamizdan lambda ko'paygan birlik matritsasini ayiramiz va mana shu matritsamizni determinantini topamiz va determinant formulasini bu yerda qo'llasak 2 ga 2 bo'lgan matritsaga biz mana bu quyidagi kvadrat tenglamaga erishamiz. Va uni ildizlarini topsak, birinchi eigen qiymatimiz 1 bo'ladi, ikkinchi eigen qiymatimiz 3 bo'ladi. Xo'p, eigen qiymatni topdik, bu juda oson. Endi mana shu eigen qiymatlar bilan bog'langan eigen vektorlarni topishimiz kerak. Buning uchun yana o'sha lambdamizni o'rniga o'sha eigen qiymatlarimizni qo'yamizda, birlik matritsaga ko'paytirib, o'sha original matritsamizdan ayiramiz. Natijada mana bu matritsalarni olamiz. Endi buni mana bu matritsamizni v vektorga ko'paytirganimizda biz natijada 0 vektor olishimiz kerak. Bizda endi mana bu chiziqli tenglamalardan iborat sistemamizni, tizimimizni yechishimiz kerak. Agar buni yechsangiz bizda mana bu vektor hosil bo'ladi. Ya'ni birinchi eigen qiymat bilan bog'langan vektorimiz va bu yerda ikkinchi eigen vektor bilan bog'langan eigen vektorimizlarni topamiz. Ya'ni mana bu ikkita vektorlarimiz eigen vektorlar hisoblanadi. Endi eigen vektorlarning hosillariga to'xtaladigan bo'lsak, agar matritsamizda izini topmoqchi bo'lsak, esingizda bo'lsa, uni diagonallarini bir-biriga qo'shardik. Agar bizda o'sha matritsamizni eigen qiymatlari berilgan bo'lsa, biz ham o'sha izni, matritsamizning izimizda shunchaki ularni bir-biriga qo'shib topishimiz ham mumkin. Va yana esingizda bo'lsa, determinantni topish uchun biz matritsamizni o'lchami 3 dan yuqori bo'lib ketsa, qanaqadir qiyin usullar, qiyin formulalarga asoslanib hisoblar edik. Lekin shunday eigen vektorlarning xususiyati borki, agar bizda matritsamizda eigen qiymatlari ma'lum bo'lsa, biz ularni bir-biriga shunchaki ko'paytirib determinantini aniqlashimiz mumkin. Matritsaning teskarisi mavjud agar uning har bir eigen qiymatlari 0 ga teng bo'lmasa va yuqoridan quyidan uchburchak matritsaning eigen qiymatlari diagonal elementlariga teng. Va bizda endi chiziqli bog'liq bo'lmagan eigen vektorlar mavjud bo'lsa, ya'ni eigen vektorlar to'plami mavjud bo'lsa, ularni ustun vektor qilib mana bu matritsamizga joylasak, bu matritsamiz, S matritsamiz eigen vektor matritsasi deb ataladi. Endi matrix normga, ya'ni matritsalar normasiga to'xtalamiz. Ularni hisoblashni o'rganamiz va ularning turlarini ko'rib chiqamiz. Matritsani normasi nima? Xuddi bu vektor normasiga o'xshab, bu matritsaning o'lchamini belgilovchi manfiy bo'lmagan skalar qiymat qaytaruvchi bir funksiya. Ya'ni biz o'sha funksiyaga matritsamizni bersak, u funksiya bizga manfiy bo'lmagan bir sonni qaytaradi. Va ular mana bu xususiyatga, matritsa normasi mana bu xususiyatlarga ega. Endi matritsani turlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchisi Frobenius normasi deyiladi. Ingliz tilida Frobenius norm. Bu quyidagi tarzda ifodalanadi. Ya'ni har bitta elementini absolyut qiymatini olamizda, uni kvadratini topib bir-biriga qo'shamiz. Va birinchi normasi bir norm, L1 norm. Bu degani har bitta matritsamizning ustun vektorlarini olamizda, ularni L1 normasini hisoblab chiqamiz. Va spektr normasi, ya'ni spektral norm, bu degani A transpos A matritsamizning eigen qiymatlarini
topamizda va eng maksimum qiymatini topib turib, eng katta eigen qiymatni topib turib, uni ildizini olamiz. Bu spektr norma deyiladi. Baxtimizga yana NumPy'da bemalol matritsamizning normalarini hisoblashimiz mumkin. Hech qanaqa formulasiz. Masalan, bizga mana bu matritsamiz berilgan bo'lsa, uning Frobenius normasi linalg norm deymizda, matritsamizni berib, ikkinchi parametrga fro deb yozib qo'yamiz. Shunda biz Frobenius normasini topamiz. Agar biz bir normani hisoblamoqchi bo'lsak, or deymizda teng 1 ga qilamiz. Va natijada ushbuni olamiz. Ya'ni mana bu ustun vektorning elementlarining absolyut qiymatini summasi. Va spektr normani topish uchun ort 1 edi. Endi 2 ni yozib qo'ysangiz bu yerda bizga mana bu bizga mana bu qiymatni qaytaradi. Ya'ni bu eng katta singulyar qiymat, ya'ni eng katta eigen qiymatning ildizi. Endi matritsani yoyishga to'xtalamiz. Ingliz tilida bu matrix decomposition deyiladi. Biz matritsa yoyish tushunchasiga to'xtalib, undan keyin matritsani yoyish turlarini ko'rib chiqamiz. Ya'ni ko'p uchraydigan yoyish usullari LU yoyish, QR yoyish, eigen yoyish va albatta eng muhim SVD singulyar yoyish. Matritsani yoyish nima? Biz esingizda bo'lsa, maktabda sonlarni siz faktorlarga bo'lardingiz. Ya'ni deylik bizda 6 soni bo'lsa, 6 ni qanday faktorlarga bo'lishingiz mumkin? Siz 2 ga bo'lishingiz mumkin va 3 ga bo'lishingiz mumkin. Ya'ni 2 ko'paygan 3 sizga 6 ni beradi. Va xuddi shu tarzda siz matritsani ham faktorlarga, ya'ni qismlarga ajratishingiz mumkin. Matritsani yoyish degani bu matritsaning ko'paytiruvchilarga yoki boshqa oddiyroq matritsalarga bo'lish usuli. Ya'ni biz A matritsamizni biz qandaydir 3 ta yoki 4 ta yoki 5 ta yoki millionta matritsalarga bo'lishimiz mumkin. Ya'ni ularning ko'paytmasi, ya'ni A ga teng bo'lishi mumkin deylik. Bu nimaga kerak? Bu bizga analiz va yechim topishni osonlashtirish uchun yoki matritsaning xossalari va strukturalarini tushunish uchun yoki hisoblashni osonlashtirish uchun matritsa yoyish kerak biz uchun. Birinchi LU yoyish, LU decompositionga to'xtalamiz. G'oyasi shundaki, biz matritsani shunday ikkita matritsalarga ajratishimiz kerakki, ya'ni L matritsaga, U matritsaga. Shunda bizda L matritsamiz quyidan uchburchak matritsa bo'lishi kerak va U matritsamiz yuqoridan uchburchak matritsa bo'lishi kerak. Bu yerda eslab qolishimiz kerak, hamma matritsalarga LU yoyishni iloji bo'lmasligi mumkin. Ko'rib turibsiz, agar bizda mana bu matritsa berilgan bo'lsa, biz uni quyidan uchburchak matritsasiga, ya'ni diagonallardan tepasidagi elementlar 0 ga teng bo'lgan matritsa yoki yuqoridan uchburchak matritsaga aylantirishimiz mumkin. Keling buni LU matritsa yoyishni amalda ko'ramiz, qanday topishni. Masalan, biz mana bu matritsani LU qilib faktorlarga ajratmoqchi bo'lsak, albatta usullari bir nechta, lekin men sizga oson usullardan ko'rsatmoqchiman. Birinchi shunchaki o'sha matritsamizni olamizda, uni yoniga birlik matritsani yozib qo'yamiz. Ya'ni birlik matritsa ko'paygan A bizga bu A matritsani o'zini beradi. Endi bu yerda g'oya nima? Bizda g'oya shundaki, biz mana bu o'ng tarafdagi matritsamizni yuqoridan uchburchakka aylantirishimiz kerak Gauss usuli orqali, ya'ni qator amallar orqali va uning teskari amallarini chap tarafdagi birlik matritsamizga qo'llashimiz kerak. Natijada agar biz buni yuqoridan uchburchakka aylantirsak, bu avtomatik ravishda quyidan uchburchak matritsaga aylanib qoladi. Masalan, boshladik. Birinchi biz o'sha tepadagi matritsamizni birinchi mana bu diagonallar ostidagi elementlarni 0 ga aylantiramiz. Birinchi mana bu qatorda olamizda, uni mana bu elementini 0 ga aylantiramiz. Buning uchun biz mana bu qator 1ni, ya'ni qator 1ni ko'paytiramiz 2 ga va mana bu ikkinchi qatordan ayirib qo'yamiz. Ayirib qo'ysak, bizda mana bu qator mavjud bo'ladi va xuddi shu operatsiyaning amalning teskarisini
mana bu birlik matritsasini ustida qo'llaymiz. Shunda bizda 1 ko'paygan 1 qo'shuv 2, ya'ni bu yerda ayirgan bo'lsak, bu yerda qo'shib qo'yamiz, buni teskarisini qilamiz. Shunda biz mana bu qatorni olamiz. Endi biz mana buni 0 ga aylantirishimiz kerak, -2 ni 0 ga aylantirishimiz kerak. Buning uchun biz birinchi qatorni 2 ga ko'paytiramizda, uchinchi qatorga qo'shib, chiqqan natijani bu yerga joylashtirsak, bizda natijada 0,7 to'g'ri olamiz. Va mana shu -2 ni endi biz mana shu amalimizda teskarisini mana bu chap tarafdagi bir matritsamizni ustida qo'llaymiz. Bu degani 2 ko'paygan 1 bu degani 2 va biz bu yerda plyus qilgan edik, bu yerda esa minus qilamiz, ya'ni -2 bo'lib qoladi. Ya'ni 2 ko'paygan birinchi qator minus uchinchi qator. Uchinchi qatordan -2 ko'paygan birinchi qatorda ayiryapmiz va natijada buni olyapmiz. Va oxirgisi biz mana bu hammasini 0 ga, mana bu diagonal, mana bu birdan pastda bo'lgan elementlarni 0 ga tenglashtirdik. Endi bizda diagonaldan pastdagi elementlarni 0 qilish uchun faqat mana bu 7 ni 0 ga aylantirishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz ikkinchi qatorda ko'paytiramiz 7 ga va uni uchinchi qatorga qo'shib natijani uchinchi qatorga joylaymiz. Shunda bizda nima bo'ladi? -7 -1 ko'paygan 7 -7 va buni bir-biriga qo'shsak 0 olamiz va -5 ko'paygan 7 -35 -35 ni qo'shamiz 4 ga -31. Mana bu natijani olamiz. Endi bu tarafda buni teskarisini qilamiz. Ya'ni +7 bo'lsa biz -7 qilamiz. Shunda bizda ikkinchi qator ko'paygan -7 qo'shuv ikkinchi qator ko'paygan -7 qo'shuv uchinchi qator va natijalarni shu yerda joylashsak, mana bu ikkalasini qilsak biz mana bu natijani olamiz. Endi ko'rib turibsiz nima bo'ldi? Buni biz o'ng tarafda yuqoridan uchburchak matritsaga aylantirdik. Bu yerda esa quyidan uchburchak matritsaga aylantirdik. Natijada ko'rib turibsiz, LU yoyish matritsamizda LU qilib yoydik. Ya'ni LU faktorlarga ajratdik. Keling buni NumPy'da tekshirib ko'ramiz. Buning uchun o'sha matritsamizni yozamizda, L va U larni yozamizda, ularni bir-biriga ko'paytirib ko'ramiz. Natijada mana bu matritsamizda o'zini olyapmiz. Ko'rib turibsiz, to'g'ri topdik. Endi LU yoyish usuli orqali biz chiziqli tenglamalar sistemasini yechishimiz mumkin. Agar bizda AX teng 1 tenglamalar tizimi yechishni istasak, biz LU ni topishimiz kerak bo'ladi. Biz LU ni topganimizdan keyin biz nima qila olamiz? Mana bu chiziqli tenglamalar tizimini chap tarafini mana bu matritsani LU ga o'zgartirib qo'yamiz va bulardan xolis bo'lish uchun biz birinchi L matritsani teskarisiga ko'paytiramiz va keyin esa U matritsani teskarisiga ko'paytirsak X ni o'zi qoladi. Shunda bizda L-1 ko'paygan 1 mana bu ifodamiz oldinga almashtirish, ingliz tilida forward substitution deyiladi. Mana bu ifodamiz esa orqaga almashtirish, ya'ni backward substitution deyiladi. Bu nimaga kerak? Bu masalan hisoblashda hozirgi deyarli ko'pincha algoritmlar, ya'ni chiziqli tenglamalar tizimini yechadigan algoritmlar mana shu LU yoyish usuliga asoslangan, mana shu usullarga asoslangan ko'plab algoritmlar. Keling buni endi hisoblab ko'ramiz. Masalan, bizda mana bu A, L, U, B vektorimiz berilgan. Birinchi forward substitution, ya'ni oldinga almashtirishni qilamiz. Natijada mana bu vektorni olamiz. Va endi mana shu vektorda U matritsamizda yuqoridan uchburchak matritsamizda teskarisiga ko'paytiramiz. Natijada X vektorimizni topamiz. X vektorni topdik. Endi keling natijani tekshirib ko'ramiz. Buning uchun A ko'paygan X va B vektorlarini qiymatlarini elementlarini hisoblasak, ko'rib turibsiz, 1 - 2 0, 1 - 2 0. To'g'ri natijaga erishdik. Endi QR yoyishga o'tamiz. QR yoyish bu matritsani yana
LU yoyish kabi ikkita faktorlarga ajratamiz, lekin bu yerda endi birinchi faktorimiz ortogonal matritsa bo'lib qoladi, Q matritsamiz va R matritsamiz yuqoridan uchburchak matritsa ko'rinishga ega bo'ladi. Keling, jarayonni ko'rib chiqadigan bo'lsak, bizga matritsa berilgan bo'lsak, ya'ni ustunlari A1, A2, A3, AN matritsalardan tashkil topgan, vektorlardan tashkil topgan matritsa bo'lsa, A matritsamiz, uni QR yoyish uchun biz Gram-Schmidt jarayonini qo'llaymizda biz Q matritsasini topamiz. Ya'ni mana bu vektorlar, ustun vektorlarga Gram-Schmidt jarayonini qo'llab mana bu ortonormal bo'lgan vektorlarni topamizda Q matritsasini quramiz va R matritsasini topish uchun biz shunchaki mana shu vektorlarda matritsani A1 yoki I1, A2 mana shularda skalar ko'paytmasini topamiz. Va shu yo'l orqali biz QR yoyishimiz mumkin. Buni misolda ko'radigan bo'lsak, bizga mana bu matritsa berilgan. Buni Gram-Schmidt jarayonini men hozir qoldirganman. Sizlar o'zlaring hisoblab ko'rishlaring mumkin. Gram-Schmidt jarayonini qo'llab ortonormal mana bu ortogonal vektorlarni topamizda va ularni normallashtirganimizdan keyin biz mana bu QR matritsaga ega bo'lamiz. Ya'ni birinchi ustun mana bu vektor, ikkinchi ustun mana bu vektor va uchinchi ustun mana bu vektor. Endi bizda Q ni topdik, endi biz R ni topishimiz kerak. R ni topish uchun mana bu xususiyatdan xostidan foydalanamiz. Ya'ni A teng QR bo'lsa, shunda mana bu A'imizni Q ni transpoziga ko'paytirsak va Q'imizni Q transpoz Q ga ko'paytirsak, esingizda bo'lsa, ortonormal matritsalarni transpoziga ko'paytmasi bizga birlik matritsa beradi. Shunda mana bu birlik matritsa bo'lib qolsa, bizda R da o'zi qoladi. Ya'ni Q transpos A teng R bo'lib qoladi. Ko'rib turibsiz, Q transpos A teng A. Biz A ni bilamiz, Q ni mana bu topdik. Buni transponerini A matritsamizga ko'paytirsak, ko'rib turibsiz, yuqoridan uchburchak matritsaga erishdik. Baxtimizga bizda NumPy'da biz QR yoyishimiz mumkin matritsani. Mana ko'rib turibsiz, bu yerda linalg.qr deb yozsak, bizga QR matritsalar beradi. Lekin e'tibor bersangiz, bu yerda bizda R matritsamizning oldidagi belgilar boshqacha. Buni tekshirib ko'rishingiz mumkin. Bu nimaga bo'lyapti? Chunki Q matritsaning ustunlarining va R matritsaning qatorlarining belgilarini plus minusga o'zgartirishimiz mumkin va shunda bizda QR ko'paytmasi o'zgarmaydi. NumPy algoritmi ko'pincha LAPACK degan bitta kutubxonadan foydalanadi. U kutubxona mana bu usulda hisoblaydi, ya'ni bizda Q bitta D degan matritsamiz bor. Biz bu matritsamizni Q ga ko'paytiramizda va xuddi shu matritsamizni R ga ko'paytirsak va ularni bir-biriga ko'paytirsak, biz natijada A ni olamiz. Bu yerda D matritsamiz nima anglatadi? D matritsamiz shunchaki belgi o'zgartiruvchi matritsa deb hisoblanadi. Ya'ni u diagonal matritsa +1 yoki -1 bilan to'ldirilgan, bizda bitta diagonal matritsa bor. Mana shu orqali biz o'sha linalg.qr algoritmi hisoblangani tufayli bizda belgilari Q yoki R ni elementlarini belgilari o'zgarishi mumkin. Lekin uning qiymatlari o'zgarmaydi, ko'rib turibsiz. Endi keyingi yoyishga o'tamiz. Eigen yoyish, eigen decomposition deyiladi ingliz tilida. Eigen yoyish bu ya'ni kvadrat matritsaning eigen qiymatlari va eigen vektorlari bilan yoyish usuli. Bu mana bu ko'rinishda ifodalanadi. Bu yerda X matritsamiz bu ustunlari eigen vektorlardan hosil bo'lgan matritsa va diagonal mana bu lambda matritsamiz esa diagonal matritsa. Diagonal elementlari eigen qiymatlardan tashkil topgan diagonal matritsa. Buni eigen yoyishni topish uchun biz birinchi eigen qiymatlarni topishimiz kerak va ular bilan bog'liq eigen vektorlarni topishimiz kerak.
bularni topganimizdan keyin eigen qiymatlarni lambda matritsasiga shuni diagonallarga joylaymiz va ular bilan bog'liq vektorlarni esa ustun qilib x matrisaga joylaymiz va natijada mana bu matritsamizni olamiz, x matritsamizni va lambda matritsamizni olamiz va buni teskarisini olsak, bizda natijada eigen yoyilgan matrica paydo bo'ladi. Bu yoyishning qulaylik tarafi nima? Agar biz mana bu matritsamizning bir necha marta bir-biriga ko'paytirmoqchi, o'ziga ko'paytirmoqchi bo'lsak, hisoblashni osonlashtirish uchun biz uni eigen yoyamizda, uni mana bu diagonal matritsamizni bir-biriga ko'paytirsak va ya'ni k marta ko'paytirsak bir-biriga, bu hisoblashni juda osonlashtiradi. Shuni qulayligi bor. Misolda ko'radigan bo'lsak, bizda masalan eigen yoyishni topmoqchi bo'lsak, mana bu matritsamizning eigen yoyilishi, birinchi biz uni qiymatlarini topamiz. Biz avvalgi o'tgan darsda buni ko'rgan edik. Eigen qiymatlarini 3 va -1 ga teng va bizda eigen vektorlar berilgan. Ular bilan bog'liq 1 1 va -1, -1 va 1. Endi bularni ustun vektor qilib turib, mana bu x vektorga joylaymiz, 1 1 -1 va mana bular eigen qiymatlarni esa diagonal element qilib olamiz va natijada mana x va lambda matrisalarini topdik. Keling buni endi to'g'riligini hisoblab ko'ramiz. Bu matritsa berilgan va mana bu biz x va lambda matrisalarini topdik. Endi bularni hisoblab ko'rsak, natijada o'sha original matritsamizni oldik. 1 2 2 1, ya'ni 1 2 2 1. Endi oxirgi singulyar yoyish usuliga e'tiborimizni qaratamiz. Bu machine learningda yoki mashina o'qituvida sun'iy intellektda kerak bo'ladigan bir tushunchalardan biri, muhim tushunchalardan biri. Ingliz tilida bu singular value decomposition deyiladi, ya'ni SVD. Biz matritsani yana o'sha 3 ta matrisaga bo'lishimiz mumkin. Bu yerda nimaga singulyar yoyish bizga kerak? Singulyar yoyish esingizda bo'lsa, eigen yoyishni hozir ko'rgan edik, faqat kvadrat matrisalarga qo'llashimiz mumkin. Lekin singulyar yoyishni esa kvadrat bo'lmagan turli xil matrisalarga n o'lchamli matrisalar uchun ham ishlatishimiz mumkin. Singulyar qiymat nima? Bu mana bu A transpos A va A ko'paygan A transpos matrisalarining eigen qiymatlari. Ya'ni biz o'sha matrisalarning eigen qiymatlarini topsak, 0 dan katta bo'lgan yoki 0 ga teng bo'lgan, mana shu eigen qiymatlarning ildizi singulyar qiymat hisoblanadi. Buni eslab qolamiz. Endi bizda mana shu matritsamizni 3 ta matrisaga bo'lsak, bu yerda birinchi matritsamiz m o'lchamli ortogonal matrisa va uning ustunlari A ko'paygan A transpos matrisaning eigen vektorlaridan tashkil topgan matrica hisoblanadi. V matritsamiz esa bu n o'lchamli ortogonal matrica va uning ustunlari A transpos A matrisaning eigen vektorlaridan tashkil topgan matrisadir. Va o'rtadagi sigma matritsamiz bu mn o'lchamli diagonal elementlari singulyar qiymatlardan iborat bo'lgan diagonal matritsa. Buni mana ko'rsak sxematik tarzda, masalan, o'sha eigen vektorlarni topamiz. U deb nomlangan A ko'paygan A transpos matritsamizning eigen vektorlari va bu yerda A transpos A matritsamizning eigen vektorlari, bu yerda esa mana bu singulyar sonlarimiz, singulyar qiymatlarimiz va qolgan elementlar esa 0 ga teng. Va bu yerda bir nimani eslab qolishimiz kerak. Bu yerda mana bu vektorlar bilan bu vektorlarning orasidagi bog'liqlik shundaki, agar biz matritsamizni birinchi vektorimizni A transpozga ko'paytirsak, A transpos ko'paygan birinchi vektorimiz bu nima degani? Bu
mana bu birinchi singulyar qiymatimiz ko'paygan birinchi vektor degani. Ya'ni orasida mana shunday bog'liqlik bor. Xuddi shunday bog'liqlik endi mana bu vektorimiz bilan ham bog'liq. Agar mana bu vektorni A matritsamizga ko'paytirganimizda bu degani mana bu singulyar value ko'paygan birinchi vektorimizga teng degani. Endi buni sxematik tarzda, ya'ni grafik tarzda ko'rmoqchi bo'lsak, bizda mana bu M degan matritsa berilgan. Uni biz singulyar buni biz mana bu 3 ta matritsaga bo'lishimiz mumkin va mana bu matritsamiz shunchaki mana bu M o'lchamli matritsa va uning diagonallari singulyar qiymatlardan tashkil topgan va V matritsamiz n o'lchamli matritsa, ya'ni ustunlar soniga teng bo'lgan matritsa va bu yerda esa U matritsamiz, bu matritsamiz m o'lchamli matritsa. Shunday holat bo'ladiki, mana bu jarayonda biz mana bu qo'shimcha ustunni ham topishimiz kerak bo'ladi. Buni hozir misolda ko'rib chiqamiz. Xullas, singulyar yo'yishni topish uchun biz nima qilamiz? Birinchi biz A transpos A matritsamizni topamiz. Shunda biz mana bu matritsamizning eigen qiymatlarini topsak va eigen vektorlarni topganimizdan keyin eigen qiymatlari va eigen vektorlarni topganimizdan keyin biz V matritsamizni qurishimiz mumkin va singulyar qiymatlarni ham biz bu yerda hisoblab sigma matritsamizda to'ldirishimiz mumkin. Va mana bu hammasini mana bu birinchi qadamimizda, birinchi bosqichimizda o'zi mana bu 2, 3 ni hal qilishimiz mumkin. Va oxiri bizda nima qoladi? 4-bosqich qoladi, ya'ni U matritsani qurish qoladi. Shunda biz mana bu bog'liqlik orqali biz R vektorda topgan bo'lamiz va bizda Rm fazoga Gram-Schmidt yoki boshqa yo'l bilan R vektorlarni ortonormal bazislarga kengaytirishimiz kerak bo'ladi va U matritsani shakllantirishimiz kerak bo'ladi. Hozir bu sal tushunarsiz bo'lib tuyulishi mumkin, lekin hozir buni bir misolda ko'rsak, bu sizlarga aniq, ko'proq ramon yoki aniq bo'lishi mumkin. Deylik, bizda mana bu kvadrat bo'lmagan, ya'ni to'g'ri to'rtburchak matritsa bor. Bizning maqsad uni singulyar yo'yishini topish. Birinchi qiladigan ishimiz A transpos A, ya'ni biz mana bu matritsani transponerini o'ziga ko'paytirsak, biz kvadrat matritsa olamiz. 2, 0, 0, 3 bo'lgan matritsa. Uni eigen qiymatlarini topsak, bizda birinchi eigen qiymat 3 bo'ladi, ikkinchi eigen qiymat 2 bo'ladi va ular bilan bog'liq eigen vektorlar, normallashtirilgan eigen vektorlar 0, 1, 1, 0 bo'ladi. Va esingizda bo'lsa, ularning singulyar qiymatlar shunchaki mana bu eigen qiymatlarning ildizlari bo'ladi. Ya'ni ildiz ostida 3, ildiz ostida 2. Biz o'zi mana shu informatsiya, ya'ni mana shu ma'lumotlar orqali biz o'zi ikkita matritsani qurishimiz mumkin. Birinchi matritsamiz sigma matritsamiz, ya'ni diagonallari o'sha singulyar qiymatlardan tashkil topgan va V matritsamiz o'sha eigen vektorlar ustunlari eigen vektorlardan tashkil topgan matritsa. Endi biz U matritsamizni topish uchun biz U vektorlarni topishimiz kerak. Esingizda bo'lsa, biz mana bu bog'liqlik orqali biz U1 ni topishimiz osonlashadi. Ya'ni V vektoriga ko'paytiramiz A matritsamizni, ko'paytiramiz singulyar qiymat, mana bu 1 bo'lingan birinchi singulyar qiymat, natijada mana bu vektorni olamiz. Ikkinchi U2 vektorni topish uchun ikkinchi vektorni olamizda, uni A matritsaga ko'paytirib, ikkinchi 1 bo'lingan ikkinchi singulyar qiymatga ko'paytirsak, mana bu vektorni olamiz. Lekin esingizda bo'lsa, bizning matritsamiz M ga M edi. Bizda bu yerda bitta vektor yetishmayapti. Ya'ni bizda 3-vektor yo'q. 3-vektorni aniqlash uchun biz quyidagi shartlarni bajarishimiz kerak. Ya'ni U1 va U2 ga bu U3imiz ortogonal bo'lishi kerak va hamda mana shu U1, U2, U3larni topganimizda ular mana shu vektor to'plamlari R3D fazoga, ya'ni R3 fazoga bazis ortonormal bo'lishi kerak. Ya'ni bizda n o'lchamli matritsamiz 3 ga 2 matritsa edi. Bizda U matritsamiz 3 ga 3 matritsa bo'lishi kerak
V ga V matritsamiz esa 2 ga 2 bo'lishi kerak. Lekin 3 ga 3 matritsani shakllantirishimiz uchun bizga bitta vektor yetmayapti xolos. Mana shu shartlarni bajarib, mana shu vektorni topsak, biz U matritsani qura olamiz. Buni amalga oshirish uchun biz mana bu tenglamalardan tashkil topgan chiziqli tenglamalar sistemasini tuzamiz. Ya'ni U1 U2 ga ortogonal bo'lishi uchun U3imiz bilan U1imizda orasidagi skalar ko'paytma 0 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni shu ortogonal vektorlarning xususiyatlari va ikkinchi vektorga ham o'sha U3 vektorimiz ortogonal bo'lishi kerak. Ya'ni ularning skalar ko'paytmasi 0 ga teng bo'lishi kerak. Va ushbu tenglamalar, chiziqli tenglamalar sistemasini tuzsak va uni yechsak, natijada mana bu U3 vektorimizni olamiz. Endi bizda U1 bor, U2 bor, U3 ni topdik. Endi mana shu vektorlarni ustun sifatida U matritsamizga joylashtirsak, birinchi U1imiz, U2imiz, U3imiz va singulyar qiymatlardan tashkil topgan matritsamiz va oxirgi V matritsamiz. Bu degani mana shu hammasini bir jamlashtirsak, biz natijada bir-biriga ko'paytirsak, natijada A matritsamizni olamiz. Ya'ni buni yoydik. Endi keling buni tekshirib ko'ramiz. Hammasi topgan matritsalarimizni yozib ko'ramizda, NumPy orqali hisoblab ko'ramiz. U ko'paygan S matritsamiz ko'paygan V matritsamizning transponeri natijada o'sha bizga berilgan matritsamizda, ya'ni 1 1 1 -1 0 1 original matritsamizni oldik. Yana biz buni SVD degan NumPy tomonidan berilgan funksiyadan foydalanishimiz mumkin. Lekin bu yerda eslatib o'taman, yana o'sha QR kabi bu yerda matritsalarning, ya'ni U va V matritsalarining belgilari, ya'ni minus yoki pluslari belgilari o'zgarishi mumkin va bu yerda S matritsa bizga S matritsa bo'lmaydi-da, balki vektor bo'lib qaytariladi. Ya'ni singulyar qiymatlarning arraysi massivi bo'lib qaytariladi. Bu yerda biz darsimizni tugatamiz va keyingi darsda biz bu modulimizga asoslangan vazifalarni, mashqlarni ko'rib chiqamiz. Va darsimiz va vazifani bajarishda biz vazifamiz oxirida tasvirni kompresslash, ya'ni SVD ga asoslangan, singulyar yoyishga asoslangan tasvirni kompresslash mini loyihasini ko'rib chiqamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. O'ylaymanki, dars tushunarli bo'lganini umiddaman sizlar uchun. Agar yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang va tanishlaringiz bilan ulashishni unutmang. Keyingi darslarga ko'rishguncha xayr. E'tiborlaringiz uchun rahmat.